Merhaba, bugün biz sizler bilan kasb tanlash mavzusida interfaol usullardan foydalanib dars o'tamiz. Qani bugun hammamiz darsda faol qatnashamiz. Darsga tayyormisiz bolajonlar? Ha! Qani mavzuga mos yodlagan she'rlaringizdan aytib beringchi. Dutor, tambanay va soz, ohanglar o'ziga xos, musiqachi, kuychilar, ohang, odamlar bahor. Qiladilar bo'lak-bo'lak, matodan isjab kuylar, o'z ishiga mahkumlar, qo'li gulchevarlar. Boks, kurash, shaxmat, shashka, yana ko'p turlar boshqa. Sportchilar kuch sinashar, aql sog'lik birlashar. Shifokor bizga bo'lmangiz hech bemor, ular bor biz sog'lom, ular bo'lsin omon. Shamollarni quchuvchi, manziliga yetguncha yetkazib omon-omon shoshilar vatan.